2025-2026 yil o'quv yilidan ta'limning sirtqi shaklda qabuli tugatiladi hamda kunduzgi ta'limdan boshqa muqobil ta'lim shakli bo'yicha qabul kvotalari oshirib boriladi. Shuningdek, 2025-2026 yil o'quv yilidan oliy ta'lim tashkilotlarining muqobil ta'lim shakllari bo'yicha umumiy qabul kvotasi kunduzgi ta'lim shakli qabul natijalarining 50% dan oshishiga yo'l qo'yilmaydi. Magistratura bosqichida muqobil ta'lim shakli asosida ilmiy pedagogik kadrlarni tayyorlashga ruxsat beriladi. Oliy ta'lim tashkilotlarida muqobil ta'limning kredit modul tizimiga asoslangan maqbullashtirilgan kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha o'qish yo'lga qo'yiladi. Muqobil ta'lim shakllarida talabalarni belgilangan me'yordan ortiqcha qabul qilish, litsenziya talablari va shartlarini qo'pol ravishda buzish deb baholanadi hamda litsenziya bekor qilish uchun asos hisoblanadi.